Chilonzor C kvartalidan so'raganlar uchun bitta zo'r variant topib qo'yganmiz. Lokatsiya shundoqqina Gaya ko'chaning o'zida. Ko'ryapsizlar, 4 qavatli kirpichli uyi, 4-etajda 4 xona hujjatimiz bo'yicha 83 kvadrat metr maydon. Uyi shaxsiy avtoparkovkasi, shunaqangi tinch hovlisiga ega. Uyi narxini boshida aytib o'tib ketaman. 88 ming kelishadigan joyi bor. Uy bilan tanishamiz. Do'stlar, uy bilan tanishadigan bo'lsak, asosiy vходной eshigimiz, kirganimizda hol, o'ng tomonga qaraydigan bo'lsangiz, oshxona. Ko'rasizlar. Xo'p, bu tomonda o'tirib choy ichishlik uchun sharoitlarni qilinganda, naryoqda verandaga kuxnyani ochib chiqib qo'yilgan. Kuxnya ham ikkiga bo'lingan, to есть veranda, naryoqda tapchanlari, bu tomonda посудомойка и gaz plitalar qo'yilgan. Kirganda chap qo'lga qaraydigan bo'lsangiz, ikkitadan sanuzulimiz mavjud. Bu tomonda chashagan и to'g'rida esa samishonni. Buni yonginasida родительский спальняga o'tsak bo'ladi, ko'ryapsizlar. To'g'riga qaraydigan bo'lsak, zal. Anchagina keng. Xo'p, to'g'rida ikkitadan xonamiz bor, ikkitadan родительский спальня, o'ng tomonda birinchi, buni yonginasida yana bir yotoqxonamiz bor. Hozirda ayollar borligi uchun u xonani ko'rsata olmaymiz. O'rtoqlar, pastda raqamlarimizni qoldiryapmiz. Batafsil ma'lumotini olib, barakasini qilsanglar bo'ladi.